Evil shoh, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Какой ты король, ты козёл. Nimaga meni gaplarim sevib ketdi? Nimaga to'lqinlanib Instagramga reels qo'yding? Erkakda bir tiyin puli kerak emas, naxuy. Hozir ayollar uy, mashina tugul erini boqyapti. Instagramda ba'zi bir qizlarni ko'rib hayron qolaman. Lablari sun'iy, jag'i sun'iy, burnilari, nima deydi, kipriklarigacha sun'iy. Botokslar qorishgan sun'iy qilib, tabiiy narsasi qolmagan. Makiyajni gapirmasa ham bo'ladi. Mammalarigacha sun'iy qilib yorishgan. Eng achinarlisi o'sha sun'iylar naturalni yaxshi qizlarga qanday qilib yashashni, qanday qilib erkaklardan narsa talab qilishni o'rgatib o'tirishadi. Undan ham achinarlisi o'sha hamma sun'iy bo'lgan qizni hamma haqiqiy erkaklar deb o'tirishadi. Haqiqiy erkaklar o'sha naturalni qizlarning yonida yuradi.